bu qitimqi safarimiz Turpanga bo'ldi. Davay, davay, Turpanga davay. Yaxshi turdingizmi? Sizni qayta ko'raman deb o'ylamabdi ekanman. Men sizni burada cho'ng shirkat ishlaydi deb o'ylab boqmabdim. İşleriniz yaxshi ekan-a? Yaxshi. O'zingizdan cho'q. Siz yanında bo'lsangiz yaxshi ketadi. Sizni bek sevgandim. Ularni kirim qilishlaringizni. Shunilimi? Bo'lmasa sizni izlab nima qilmayman. Sizda mehr, muhabbat degan asloli yo'q. Nima ish batdi? Men sizga bo'lgan mehr muhabbatning cho'nqurligini bilasiz. Men sizga muhtoj. Men siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Ro'layaptamsiz, Sami? Dadamni g'idiq kelgan gapdan qilsiz. Gapingiz udullam qiling. Ben bir ilaç içmiştim. G'irim qilma. Kasb egisiga yanali kasb egizda. Men demasam bilib oldingizmi? Bu ishingiz yordam qilolmayman, kechiring. Nimishqa? Siz kinogram kasbining eng yaxshi o'quvchisidingizmi? Voy, u degan o'tib ketgan ishlar deyishmaylik bo'ldi. Ejman maktabdagi orzularingizni unutib qoldingizmi? Ha. Unutib ketishga majbur bo'ldim. Chunki armon tushib darmon bo'lmadi. Kasbimga ehtiyoj tushadigan filmlar ishlanmagankin men ishsiz qoldim. Onun ustiga ota-onamdan ayrilib texim tushkunlashib ketdim. Oxirida Paridiyoni uchratdim. Qaytadan qorong'ulikdan yo'ruqni ko'ygandek bo'ldim. Shunga jinnimni tikib tirishdim. Pul topdim. Mana hozir hamma narsam tal bo'lgan turmush ega bo'ldim. Shunga Paridiyo mening oilam. Men bu oilaning bir a'zosi. Oilamdan ayrilib hech joyga bora olmayman, Sami. Ishbar. Men sizga bu shirkatni tashlab qo'yib chiqib ketaman dedim. Men faqat men ishchimakchi bo'lgan e'lon yordam qiling demoqchi. Bizning burun bir oila tuqqu. Hech bir unutib ketdingizmi? Amiz 4-5 yilni yog'ini ketgan tonglar. Nechilik ko'p turishdik. Nurg'un qiyinchiliklarni yengdik. Endi fursat keldi. Oilamizni qayta quraylik. Sizdan boshqa hammalar qaytib kelgan bo'ldi. Orzularimizni qaytib kelaylik. Men yordam qilolmag'idekman, Sami. Ishim jiqdi, men kirib ketaverdim. Çatak çıktı. Nimish bo'ldi? Ügre. Nima ugra? Enim dadam apalarni ilib bizning uyga kelay deb qopti. Ular safardan kelgandan keyin harda o'qishi ish qisib ekan. Men yo tomoq idishni bilmaysan. Xotin kishi bo'lgandan keyin bir amal qilmabsiz. Acayip o'xshabdi. Ha? Qizim, yana bir chini aytchiqinglar. Ma'qul dada. Xotin, tomoqni qanaqa qildingiz? Parvonadan so'ra. Parvona? Parvona tayyorgarchilik tamoqlari sizga haqiqiy uy ta'mini his qildirdi. Oy, to'xtang. Nim bo'ldi? Hoy, isingiz bo'lmaydi. Nimaga? Samirib ketsiz. Nima yeymamsan? Mana ma'niya. Parvona nolmay tarkiblik shirinlik kangipin to'zdirib bo'lsa, samirib ketishdan ansirmisingizmi bo'ladi? Ham bir xil payza. Parvona shirinlik kangipin to'zdiri.
Maçırığınız ne bu? Bu çıraklar bu. Şu dükkanımızga yenidən ekeldirilgen çıraklar. Şu köpünçe adamlarning var bu şeylik çırak bo'lgan tushunchasi toza to'g'ri emas. Amaliyotda bunda oddiy emas. Bu chiroq qorong'u yerlarni yoritishdan sirt odamning ko'nglini, qalbini yoritadi. Ben maçırığınız ne bu deb so'rayapman. Yana kelib men sizga oddiy tushuntirsam bu. Mush uy bizga vaqtimizda bu chiroq kuchimisak ichilmaydi. Hey, maçırığınız ne bu uşaq yaqamay naq gaplan qilinglar. Tushundim. Siz mush chiroqni qimmat bo'lib ketib qolarmi deb o'ylab qolibsiz-da. Hargiz unda o'ylamam. Bizning do'kondagi chiroqlar uncha vola qimmat emas. Arzonmi emas hamda. Agar siz mush chiroqlarni qimmat ko'rib qolsangiz va shu sizga yaxshi bir usulda bir deb berma. Mush uyingizni bezashga ishlatadigan pullarni ozroq tejab, chiroqqa kuchab qo'ysangiz, shu uy degan valloda ichilib ketadi emasmi? Hey, maçırığını satamsız yaqma. Ishga men qo'y. Ha, qochilib beraman. Va batalashmamsiz? Tolishmini qilma. Va bu batalashmay qanday chiroq qiladi? Chiroq qilgani kim batalashmaydi? Hey, mening talashqim yo'q, men oldirayman. Tushundim. Siz ash mening pulim bor demoqchi shundaymi? Ash pulingizni menga ko'z-ko'z qilmoqchi shundaymi? Men nega jiq pulim bor dedim. Va unda siz talashmamsiz, adash. Oldirayım qolib utsam. Degandan beri men yinkagan mallarning tushuntirilishini yodlab, repeat qilib ketdim atiga. Adamni ko'z qilmaganda gapni belgitiv barsindan so'raydigan nima ekansa, ya bir chiroqni tuzuk ko'rmagan, ya tushuntirilishni olmagan. Va satmayman da sendek nimaga tayinning yo'q bir nima ekansa. Satmasa satma. Yo'qlar ha. Chekagi talasa. Chiq. Ha? Anda. İşlerin yama emasken ha? Bu qolda diqqat qilma, chiroqlar jiq. O'zgarib ketibse. Muhitning sababidan shunday bo'lib qoldi. Shundan deb turayli. Uzun bo'ldi, yo'qolib ketdim. Baribir sana depasam tushunmaysan. Unda o'z dema. To'y boqa kelmagansiz? Sening yordamingga muhtoj bo'lib qoldim. Menga yordam qilsang bo'ladi. Amandal desam adash. Mushu puldan boshqa qanday yordam desang, qo'lim ko'ksimda. Men bir ilon eshitmoqchi. Shuni chiroqchilik qilib bergin. Baya bir gapni unutib qolibdim. Mush pul bilan chiroq yiqishdan boshqa nimalar desang, yordam qilishga qo'lim ko'ksimda. Amayla kelgan bo'lganda. Sen kelsan amayla to'liq bo'lmas. Adash. Hozir mening turmushim o'zim bilan. Burun qishlar kelmas ketdi. Ben hozir qilmushu jimjit, xotirjam, erkin, ozodim turmushimni bek yoqtiraman. Mush bir qitim. Adash, rost gap qilsam sen hozir mumkin bo'lmaydigan bir gaplarni deyapsan. Xuddi tengi pulni tashlasak, tik turmag'ini o'xshashlar. Yenimizga sening qaytib kelishingni bekmi xohlabdi. Adash, mana qildi. Menmo seni noumid qo'ymay. Elimda bir tengi pul bor. Mushuni tashlayman. Agar tik turib qolsa, sen bilan boray. Qanday? Maçırığınız ne bu? Mana azam.
Adaş, sat oldu. Hem ravlanmaydigan boldum, alındaki uzutup koyamaydigan boldum. İşim çıkıp kaldı. Baklayım sen. Huzuringlarda bo'layotgani Parvona mahsulotlari tojdorligidagi Turpanga safar filmi. Pul tapmaktan teskili bir köpük ziyavrıp. Kılı mı pula? Satranç kımayma demedim ben. Topu gitti o bana. Bugün de çıkıp sasak mı pul emasmı da pak sütka yakşı bunu. Vanda qarab turamıgına ümidin yedi koymayma ben. Bıraktın yedi tutulsa işten bulmasa. Men için maqul ko'rsa deb qo'yildim bu ishlarni. Voy, qanday qarab turamag'ina bu qaytib kelgan umidimni aqlaymayman, xotirjam bo'l. Uni o'zida kim bildi, men sening balang mo emasmi? Maqul ham sashavsizmi? Yo'lni yerim qilmag'i ne bo'ldi? Men bunda qarsam suzukroq bo'lgan topmabsiz. Boshqalarni izlab boqamsiz ya. Hammasi mening xatoliqim. Ularni qayli qilamadim. Qandoqli bo'lmasin adash. Men sen bilan adoq qichi bilmagan. Men sening yonimda. Adash. Sen yig'laysa, o'shandan keyin o'zim ta'sirini ketib bormadi. Tejam elektron savdo-cheklik şirketi Turpanga safar filmini alohida qo'llagan. İşmike. Yo bana. Qo'saq to'yg'iz qilib ketdi ham ey. Ya jonga asqatmagan, qachalik qarsi yeydigan, ishdiganning parangi. Qaraysan qo? Dantib keldingmi bala qo'saqni? Almashtiraman ovoz oldigan odamni. Menimcha shu. Bo'ldi balla. Ba yeydigan bilan ishdiganning gapini qo'yib turib. Avval nima tatimiz? Nerede tatimiz?
qandaq tatimiz deydigan narsani muqim qilib olaylik. Va tayyorlik qilmasak bo'lmas.